Sahir kasalligida davo suv ana shu ziyorat joyidan chiqadi. Tog' toshlar orasidan suv kelyapti. Odamlar kelsa piyola bilan suv ichsin deb piyola qo'yib ketgan. Yuqoridan ham bir ozroq suv kelyapti. Krujkasi bor yaxshi. Yerdan ozgina kamroq. Yuqorida dasturxon, idish, tovoq bor. Yashikning ichida ana bu tomonga kigiz, gilam, ko'rpachalar bor. Ana bu tandir. Atab mol olib kelsa, ana mol so'yiladigan joy. Mana. Mol osishga, mayda mol osishga osiladigan joy. Odamlar shifo izlab ana shu yerlarga, ziyorat joylarga kelgan. O'zini ilm amallarini qilib ketishadi. Dehqonobod tumani, Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani. Qaysi qishloq? Nima qishloq? Usmon Yusupov va To'da Chorbog'i o'rtasidagi qishloq. Ekon o'rtasida joylashgan. Mana shunday tog' toshlarni orasida joylashgan, mana baland tog'lar bor. Daryodan kechib, qirdan oshib, ichkariga 2-3 kilometr piyoda yurib kelinadigan joy. Ana shu ziyorat joy. Hozir suvlarni olib bemorlarimizga olib borib beramiz.